Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya oshadimi? Gaz uchun yangi tariflar nimani anglatadi? Yangi hisob kitoblar qanday yuritiladi va oddiy fuqaro bu o'zgarishlardan qanday zarar ko'rmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir pensioner, har bir oila byudjeti uchun bevosita muhim. Chunki gaz to'lovi, pensiya miqdori, ijtimoiy yordam va kommunal xarajatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat umumiy gaplarni emas, aniq misollar bilan kimga qancha ta'sir qilishi mumkinligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday mavzularda kechikib qolgan odam keyin ortiqcha to'lov, noto'g'ri hisob yoki imtiyozdan bexabar qolish muammosiga duch keladi. Avval oddiy savoldan boshlayman. Odamlar nimadan xavotirda? Birinchi xavotir shuki, gaz narxi oshsa pensiya yoki nafaqa yetadimi? Ikkinchi xavotir, yangi tariflar bo'yicha hisoblash ko'rsatkichlari qanday hisoblanadi? Uchinchi masala, agar xonadonda pensioner yashasa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa yoki kam ta'minlangan oila bo'lsa, ularga qanday yengillik bo'ladi? Oldin ko'pchilik gaz uchun nisbatan sodda tartibda to'lov qilardi. Hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkich bo'yicha, hisoblagich bo'lmasa, belgilangan me'yor asosida. Lekin amalda muammo ko'p edi. Kimdir hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmasdi. Kimdadir qarzdorlik yig'ilib qolardi. Kimdir qishda ko'p ishlatib, yozda kam ishlatardi, lekin oila byudjetini oldindan rejalashtira olmasdi. Endi esa tariflar qatlamli, ya'ni iste'mol hajmiga qarab farqlanishi mumkin bo'lgan tizim tomonga o'tyapti. Bunday tizimda eng muhim narsa, oy davomida qancha ko'p gaz ishlatganingiz, limitdan oshdingizmi yoki yo'qmi? Hisoblagichingiz ishlayaptimi? Shaxsiy hisob raqamingiz to'g'rimi? Qarzingiz bormi? Imtiyoz yoki kompensatsiyaga huquqingiz bormi? Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar davlat yoki gaz ta'minoti idoralari yangi tarif joriy qilsa, bu hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kam ishlatadigan xonadon bilan ko'p ishlatadigan xonadonning to'lovi bir xil o'zgarmaydi. Bir xonali kvartirada yashaydigan pensioner bilan katta hovlida yashaydigan 5 kishilik oilaning vaziyati ham bir xil emas. Shuning uchun gaz oshdi, hamma qiynaladi deb umumiy aytish yetarli emas. Har bir oila o'z iste'molini, hujjatini va imtiyozini tekshirish kerak. Endi eng ko'p berilayotgan savolga o'tamiz. Pensiya oshadimi? Men buni ekspert sifatida shunday tushuntiraman. Pensiya oshishi odatda alohida qaror, farmon yoki byudjet parametrlariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni gaz tarifi o'zgardi degani avtomatik ravishda shu kundan boshlab pensiya ham oshadi degani emas. Lekin kommunal tariflar oshganda hukumat ko'pincha aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rib chiqadi. Bu choralar pensiya miqdorini indeksatsiya qilish, kompensatsiya berish, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ajratish yoki ma'lum toifadagi fuqarolarga subsidiya shaklida bo'lishi mumkin. Bu yerda juda muhim farq bor. Pensiya oshishi boshqa narsa, kompensatsiya boshqa narsa. Masalan, pensionerning oylik pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa va umumiy indeksatsiya bo'lsa, pensiya miqdori rasmiy ravishda oshadi. Lekin kompensatsiya berilsa, bu har oy pensiya tarkibiga doimiy qo'shiladigan pul bo'lmasligi mumkin. U kommunal xarajatlarni qoplash uchun alohida yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar, mahalla pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya organlaridan aniq ma'lumot olishi kerak. Men ko'p uchratagan xatolik shuki, odamlar qo'shnimga pul tushibdi, menga ham tushishi kerak deb o'ylaydi. Aslida qo'shnining holati boshqacha bo'lishi mumkin. U kam ta'minlanganlar ro'yxatda turadi, nogironlik nafaqasi oladi. Yolg'iz pensioner sifatida ro'yxatda bor yoki oilaviy daromadi ijtimoiy mezonga tushadi. Sizda esa hujjat topshirilmagan, yashash manzili boshqa joyda, shaxsiy hisob raqamida xatolik bor yoki oila daromadi mezondan yuqori deb topilgan bo'lishi mumkin. Endi gaz bo'yicha yangi hisob kitobning mazmunini tushuntiraman. Odatda bunday tizimda bazaviy me'yor degan tushuncha bo'ladi. Ya'ni xonadon ma'lum miqdorgacha gaz ishlatsa, bir tarif undan oshsa yuqoriroq tarif qo'llanishi mumkin. Bu narsa nima uchun qilinadi? Sababi davlat arzon narxdagi resursni birinchi navbatda zarur ehtiyoj uchun saqlab qolmoqchi bo'ladi. Ya'ni ovqat pishirish, issiq suv, minimal isitish kabi ehtiyojlar bilan juda katta hajmda gaz ishlatish bir xil narxida bo'lmasligi mumkin. Masalan, tasavvur qilaylik, bir xonadon oyiga 1 kub gaz ishlatdi. Agar bazaviy limit 200 kub bo'lsa, bu xonadon limitdan oshmagan bo'ladi va to'lov nisbatan yengil chiqadi.
Boshqa bir xonadon esa oyiga 600 kub ishlatdi. Ayniqsa qishda hovlini isitishda eski qozonlarda issiqlik yo'qotilishi katta bo'lgan uylarda gaz sarfi ko'payadi. Bunday holatda limitdan yuqori qism boshqa tarifda hisoblanishi mumkin. Muhim joyi shuki, butun 600 kub yuqori tarifda hisoblanadimi yoki faqat limitdan oshgan qismi yuqori tarifda hisoblanadimi? Buni rasmiy tartibdan tekshirish kerak. Fuqaro aynan shu nuqtada adashsa, hisobini noto'g'ri tushunadi va o'zini aldanayotgandek his qiladi. Yana bir misol. Bir pensioner opa kichik kvartirada yolg'iz yashaydi, faqat gaz plitadan foydalanadi, isitish markaziy tizim orqali. Uning oyiga gaz sarfi 20 yoki 30 kub bo'lishi mumkin. Bunday odam uchun tarif o'zgarishi ta'siri nisbatan kichik bo'ladi. Lekin katta hovlida yashaydigan oila bor. Uy eski, derazalar yaxshi yopilmaydi. Isitish qozoni samarador emas. Qishda oyiga 800 kub gaz ketadi. Shu oilada pensiya oluvchi ota-ona ham yashashi mumkin. Ana shu xonadon uchun yangi tarif juda sezilarli ta'sir qiladi. Demak, kim xavotir olishi kerak? Avvalo qishda ko'p gaz ishlatadigan hovlilar. Isitish tizimi eski bo'lgan uylar, hisoblagichi nosoz yoki tekshiruvdan o'tmagan xonadonlar, qarzdorligi bor abonentlar va hujjatlari to'liq bo'lmagan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Men bu yerda odamlarni tinchlantirish uchun emas, aniq vaziyatni ajratish uchun aytyapman. Agar sizning xonadoningizda gaz sarfi kichik bo'lsa, hisoblagich ishlayotgan bo'lsa, har oy ko'rsatkichni tekshirib yursangiz, qarzingiz bo'lmasa va shaxsiy hisob raqamingiz to'g'ri bo'lsa, sizda katta muammo chiqish ehtimoli ancha past, ammo baribir xotirjam bo'lib, umuman tekshirmay qo'yish ham noto'g'ri. Chunki ba'zida xato iste'molchi sababli emas, tizimdagi ma'lumotlar mos kelmasligi sababli ham chiqadi. Masalan, xonadon egasi o'zgargan, lekin gaz idorasida abonent nomi eski egada qolgan. Yoki uyda real yashovchilar soni boshqa, hujjatda boshqa. Yoki hisoblagich almashtirilgan, lekin yangi hisoblagich raqami bazaga to'liq kiritilmagan. Bunday mayda ko'ringan masalalar yangi tarif davrida katta bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Chunki tariflar qatlamli bo'lsa, har bir kubning qayerga yozilgani muhim bo'ladi. Keling, bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: yolg'iz pensioner aka 2 xonali kvartirada yashaydi. Gaz faqat ovqat pishirish uchun ishlatiladi. Oyiga 25 kub gaz sarflaydi. Agar tarif oshsa ham, umumiy to'lovdagi farq katta bo'lmasligi mumkin. Masalan, oldin 25 kub uchun shartli ravishda 20 ming so'm to'lagan bo'lsa, yangi tarifda 15 yoki 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu ham pensioner uchun pul, albatta. Lekin katta hovlidagi 500 yoki 700 kub bilan solishtirganda ta'siri boshqa. Ikkinchi vaziyat: 3 farzandli oila hovlida yashaydi. Uy 1 kvadrat metr, qishda gaz qozoni bilan isitiladi. Eski deraza, tom izolyatsiyasi yomon. Qozon ham eski. Ular yanvar oyida 6000 kub gaz ishlatadi. Agar limit 300 kub deb olinsa, 300 kub bir tarifda, qolgan 350 kub boshqa tarifda hisoblanishi mumkin. Ana shu yerda oila nega to'lov birdan oshib ketdi deb hayron bo'ladi. Sabab shundaki, yuqori iste'mol endi qimmatroq tushadi. Bunday oilaga mening birinchi maslahatim, faqat tarifdan shikoyat qilish bilan cheklanmasdan gaz sarfini kamaytiradigan real choralarni ko'rish kerak. Deraza zixligi, eshik osti, qozon sozligi, termostat, xonalarni me'yorida isitish, ortiqcha yoqib qo'yishni kamaytirish, bularning hammasi to'lovga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchi vaziyat: pensioner ota-ona farzandlari bilan birga yashaydi. Pensiya bor, lekin umumiy xonadon daromadi ham bor. Ular pensioner bor-ku, imtiyoz bo'lish kerak deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy yordam ko'pincha faqat pensioner borligi emas, umumiy oilaviy holatga, daromadga, ro'yxatga, mahalla xulosasiga va tegishli mezonlarga qaraydi. Ya'ni xonadonda pensioner yashashi avtomatik ravishda barcha kommunal to'lov arzonlashadi degani emas. Agar pensioner yolg'iz yashasa yoki daromadi past bo'lsa, imkoniyat boshqa. Agar bir nechta ishlaydigan farzandlar bilan yashasa, baholash boshqa bo'lishi mumkin. To'rtinchi vaziyat: hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida olinmagan. Masalan, dekabr oyida 200 kub, yanvarda 700 kub yozilib ketdi. Aslida 2 oy sarfi aralashib qolgan. Yangi tariflarda bunday xatolik juda og'ir bo'lishi mumkin. Chunki bir oyga ortiqcha hajm tushsa limitdan oshgandek ko'rinadi. Shuning uchun men har doim aytaman: hisoblagich ko'rsatkichini oyma-oy suratga oling, sanasini saqlang, ilova yoki shaxsiy kabinetda ko'ring. Bas chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik nuqtalarini aytaman. Birinchisi qarzdorlik. Agar sizda eski qarz bo'lsa, yangi to'lov bilan aralashib ketishi mumkin.
Odam men bu oy kam ishlatdim. Nega summa katta deydi. Tekshirib qaralsa, eski qarz, penya yoki qayta hisob kitob qo'shilgan bo'ladi. Shuning uchun to'lov kvitansiyasida alohida qarang. Joriy oy sarfi qancha, eski qarz qancha, penya bormi, qayta hisob bormi. Ikkinchisi hisoblagichning yaroqlilik muddati. Hisoblagich ham abadiy ishlaydigan narsa emas. Uning tekshiruv muddati bo'ladi. Agar muddat o'tgan bo'lsa yoki plombada muammo bo'lsa, hisob kitob me'yor asosida yoki boshqa tartibda yuritilishi mumkin. Bu esa ko'pincha fuqaro kutgandan qimmatroq chiqadi. Shuning uchun hisoblagich pasporti, o'rnatilgan sanasi, plombasi va oxirgi tekshiruv hujjatini tekshirib qo'ying. Uchinchisi noqonuniy ulanish yoki texnik buzilish. Men bilaman, ba'zi odamlar hamma shunday qiladi deb o'ylashi mumkin. Lekin yangi nazorat tizimlari kuchaygan sari bunda ishning jarimasi to'lovdan ham og'ir tushadi. Eng yomoni, keyin imtiyoz. Subsidiya yoki kompensatsiya olishda ham muammo bo'lishi mumkin. Agar tizimda siz iste'molni yashirgan, plombani buzgan yoki hisoblagichga aralashgan deb qayd qilinsa, o'zingizni himoya qilish qiyinlashadi. To'rtinchisi, ro'yxat va real yashash masalasi. Kimdir Toshkentda ishlaydi, lekin ro'yxati viloyatda. Kimdir uyini ijaraga bergan, lekin abonent nomi o'zida. Kimdir pensioner onasining nomidagi uyda yashaydi, lekin to'lovlarni farzand qiladi. Bularning barchasi oddiy hayotiy holatlar, lekin ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya masalasida hujjatlar mos bo'lmasa, tizim sizni avtomatik tanimasligi mumkin. Shuning uchun men haqliman deyishning o'zi yetmaydi. Hujjatda hammasi tartibli bo'lishi kerak. Beshinchisi, mavsumiy farq. Gaz sarfi yozda kam, qishda ko'p bo'ladi. Agar limit oyma-oy qo'llansa, qishda oshib ketish ehtimoli yuqori. Agar yillik o'rtacha yoki mavsumiy yondashuv bo'lsa, bu boshqa natija beradi. Fuqaro rasmiy e'lonlarda aynan shu so'zlarga e'tibor berish kerak. Limit oylikmi, mavsumiymi? Hisoblagich bo'yicha real sarf olinadimi? Limitdan oshgan qism qanday ta'riflanadi? Imtiyozli toifa qanday aniqlanadi? Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Kvitansiya, ilova, bank to'lov yoki gaz ta'minoti tashkilotining shaxsiy kabinetida abonent raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Ism, familiya, manzil, hisoblagich raqami, oxirgi ko'rsatkich mos bo'lishi kerak. Agar xatolik bo'lsa, darhol tuman gaz ta'minoti bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini har oy bir xil sanada yozib boring. Masalan, har oyning 25 sanasi telefoningizda suratga oling. Suratning sanasi ko'rsatilib tursa yaxshi. Alohida daftar tuting. Sana, ko'rsatkich, farq, to'lov summasi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin bahsli vaziyatda eng kuchli dalil bo'ladi. Uchinchi qadam, qarzdorlikni alohida tekshiring. Faqat umumiy summaga qaramang. Joriy oy, eski qarz, penya, qayta hisob kitob alohida bo'lishi kerak. Agar tushunarsiz summa chiqsa, og'zaki gap bilan cheklanmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha joriy davr iste'moli. Tarif qo'llanishi, qarzdorlik va qayta hisob kitob asoslarini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, kadastr yoki egalik hujjati nusxasi, oxirgi to'lov kvitansiyasi. Hisoblagich suratini ilova qiling. To'rtinchi qadam, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar mahallaga murojaat qilish kerak. Mahalladan oilaviy holat, daromad, yolg'iz yashash, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik bo'yicha qanday yordam mavjudligini so'rang. Faqat menga yordam bormi demang. Aniq so'rang. Kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya bormi, subsidiya bormi, bir martalik yordam bormi? Ro'yxatga kirish uchun qanday hujjat kerak? Beshinchi qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, oilaviy daromad ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjat, kommunal to'lov kvitansiyalari, gaz shaxsiy hisob raqami, hisoblagich ma'lumotlari, mahalla ma'lumotnomasi. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin, lekin tayyor odamning ishi tezroq yuradi. 6-qadam, gaz sarfini kamaytirish bo'yicha real choralar ko'ring. Men bu yerda odamga kam yo'qing deb oddiy gap aytmayapman. Amalda katta farq beradigan ishlar bor. Derazalarning rezinasini almashtirish, eshik tirqishlarini yopish, isitish qozonini ustaga ko'rsatish, radiatorlarni havo chiqarish, xonani doimiy juda yuqori haroratda ushlab turmaslik. Foydalanilmayotgan xonani ortiqcha isitmaslik, issiqlik yo'qotiladigan tom va devor joylarini tekshirish. Ba'zan 200 ming so'mlik ta'mirlash bir mavsumda undan ko'proq gazni tejaydi. 7-qadam.
Har bir to'lovdan keyin kvitantsiyani saqlang. Elektron to'lov qilsangiz, screenshot yoki chekni saqlang. Chunki tizimda to'lov kech aks etishi, to'g'ri hisobga tushishi yoki boshqa abonent raqamiga ketib qolishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar farzandlariga to'lab qo'ydim deyishadi. Lekin qaysi hisob raqamiga to'langani tekshirilmaydi. Keyin qarz chiqadi. Shuning uchun abonent raqami va manzilni har safar solishtiring. Agar sizningcha gaz hisobi noto'g'ri chiqqan bo'lsa, men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avval o'zingizdagi ma'lumotni yig'ing. Oxirgi 3-4 oy hisoblagich ko'rsatkichlari, to'lov kvitantsiyalari, hisoblagich rasmi, shaxsiy hisob raqami. Keyin tuman gaz ta'minoti bo'limiga yozma murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, raqam bilan yozing. Masalan, 2024 yil dekabr oyida ko'rsatkich 12507, 2025 yil yanvarda 1220 bo'ldi. Farq 220 kub. Lekin menga 520 kub hisoblangan. Ushbu farq sababini tushuntirib berishingizni va qayta hisob kitob qilishni so'rayman. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli rasmiy portal orqali murojaat qilish mumkin. Muhimi, og'zaki tortishuvga vaqt ketkazmang. Yozma murojaatning raqami bo'ladi, muddati bo'ladi, javobgarligi bo'ladi. Telefon orqali aytilgan gap esa ko'pincha isbot bo'lmaydi. Pensionerlarimizga alohida aytaman. Sizlar har bir yangilikni eshitib vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pensiya oshishi bo'yicha rasmiy qaror chiqsa, u pensiya jamg'armasi, davlat idoralari va rasmiy axborot manbalarida e'lon qilinadi. Hech kim sizdan pensiyani oshirib beramiz deb pul so'rashi mumkin emas. Agar kimdir telefon qilib karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotlarini so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli katta. Pensiya, kompensatsiya yoki subsidiya masalasida faqat rasmiy idora, mahalla va davlat xizmatlari orqali ish qiling. Farzandlarga ham aytaman. Ota-onangizning kommunal hisoblarini oyga bir marta tekshirib bering. Ko'p pensionerlar ilova ishlatmaydi. Kvitantsiyadagi mayda yozuvlarni ko'rmaydi. Qarz qanday paydo bo'lganini tushunmaydi. Siz ularga bir oyda 10 daqiqa ajratsangiz, keyin katta qarzdorlik, penya yoki noto'g'ri hisobning oldi olinadi. Demak, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. Gaz uchun yangi tariflar oddiy raqam o'zgarishi emas. Balki har bir xonadon o'z iste'molini nazorat qilishi kerak bo'lgan yangi bosqichdir. Pensiya oshishi esa alohida rasmiy qarorlarga bog'liq, lekin ijtimoiy himoya, kompensatsiya va yordam masalalarini albatta tekshirish kerak. Kim ko'p gaz ishlatsa, kimning hisoblagichi yoki hujjatida muammo bo'lsa, kim qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirsa, o'sha odam ko'proq qiynaladi. Kim har oy ko'rsatkichni yozib borsa, hujjatlarni tartibga keltirsa, imtiyoz huquqini tekshirsa va sarfni kamaytirsa, o'zini ortiqcha xarajatlardan himoya qiladi. Sizning hududingizda gaz to'lovi qanday chiqyapti? Pensiya yoki kompensatsiya bo'yicha qanday yangilik eshitdingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, hovlida yashaydigan oilalar va kommunal to'lovlardan xavotir olayotgan yurtdoshlarimiz uchun juda kerak.